Emchagingiz kichkina ekan. Endi Bilmasangiz. keyin besh katta bo'lishi kerak. Aka, endi sharmanda endi mana bundoq qilib qo'ying bari. Ushlab ko'rsataymi? Ikkidan katta bilib qo'yavering bo'ldi. Endi 3 juda qo'pol bo'lib ketadi. U 3 kallangizda yo'q qoladi. 2 normal. Ikkita yemchini orasida qolib ketasiz, ikkita yemchini orasida. Nafas ola olmaydi. Emchakni orasi likillaydi. Bilasan, bundan katta sizga katta aka. Bu razmergacha sizga qo'ying bu. Sizga 3 yarashar ekan deydi. 3 yarashmaydi bunga, 3 keyin nazorat tashlaydi buni. 3ga bo'ladi. 3 razmerli ko'rganmi o'zi? pastagini 3 yetib bormaydi. 3 ko'rganmi o'zi bilan? Yo'q, bilan xuyet qilaman, nimalarda borlarda mana. Birorta bolalarga xuyet qilaman-da. Bunda turib gapiray. Birorga bolalarga hayron qolaman. Ganingiz kesadi. Bir kun bittasidan eshitgan gapim bu. Idealniy hayotimda emas. Tasavvur qilaman. Voy, men o'qib tashlayman, bo'p tashlayman. Men u odamning gaplariga borib, kamida mana shuncha deb o'yladim-da, endi shuncha gap. Hali işte dunyo orasida qolib ketib yetib bormadi. Nima debman gulum? Erkak kishi gapirayotganlarki, birinchichi har narsadan ham oldin sizlarga gapda. Erkak kishi har gapda gapirishdan oldin bundan chotarasiga qaranglar, asosiysi shu bo'lsin. Bu javob bera oladimi, o'tirib bera oladimi degan xayol bo'lsin. Birinchi shu narsani o'ylanglar. Siz menga mana bitta yozayotganlarni o'qib berib turasiz hech kim. Yo'q, realmente yozmayapti. Birinchi chopta orasiga qaranglar, ilojsiz. Chopta orasiga. Birantasiga xuyet qilasizlar, qizlarga, o'ldirib tashlayman, sikib o'ldiraman, bundan qaranglar, to'xta, bu eplab bera oladimi? Bunisi yetib boradimi? Yetib boradimi? Voy, ana dunyoning yo'lida qolib ketadi-yu, nima unaqasilar? Dunyoning yo'lida qolib ketadi. Perivalda qolib ketasiz, nima deydi? Mani shaqirib gaplashmayapmiz, aka. Voy, nima ahmoq tashosa, salom asabiylashmang. Meniki siznikini yirtadi-yu, yo'q, tushmayapsiz, aka. Bir ekansizlar, realniy bu. Nimaga kirisha olmayapsiz? Kim tushunmaydi bu? Nima sizlarni kimdir asboblarni kichkina deyaptimi? Prosta nimadir qilayotganinglarda men qo'tag'im osilib turgan narsani shunaqani qila oladimi degan savol qiynalsin deyapmiz, voy. Kim sizlarni qo'tag'inglarni kichkina deydi? Hammaniki o'zi uchun katta. Uzru, hammaniki o'zi uchun katta. Ana jonivor 3 tadan keyin umuman turmaydigan. Ayol kishinikini tubi yo'q, yuta olmaysiz. Shuncha haligini boshimda rezinkada qisib oling. 23 yetadi. O'zingiz bilasiz, 23 yetadi. Ham yetmaydi, ishoning, tubi yo'q bu narsani, tubi yo'q. Qancha bo'lsa ko'p deng. Ha, ko'p debsiz. To'xtanglar, shetimiz o'chib qoldi. Qo'shnilardan yo'qmi? Bitta bizdanmikina. Bilaylik-chi. Zaryadkam ham 7% qoldi-da. Agar hozir set o'chib, agar zaryadkam o'chsa, efir ham o'chadi. Sizlardan ayrilib qolaman-ku. Ha, o'chadi. Men bilan gaplashib olinglar. Sizlar bilan hali g'iybat timeimiz juda ko'p. G'iybatlarimiz ko'p. Ketib qolish yo'q. Ketganlarni tashlab o'tirmay qolsin, doimgi o'zimizga gap. Birinchi o'rinda kalit topaylik. Keldim shu kalitni qatgadir irg'itdim-da, bilar. Ana sumkam ichida o'zim kalitim bor. Hamma o'zi podpisash olinglar, 6% qoldi. Do'stlar, men haypishchashim podpiska emas, prosta keyin sizlar bilan yana o'tirib olib g'iybat qilgani tashaylar deyapman. Boshqa narsa. Xo'p. Pul yo'q menga, sizlardan pul kelmaydi menga. Prosta sizlar bilan g'iybat qilgani kerak sizlar. Tashadim. Nima? Ha. Voy, bilar. Nima bo'lib, kalitini tashlab ketgan.
Tashlab ketdim. Sopga ket qilaman. Yo'q, tashlab. To'xtab turing. Voy, oyog'im. Tashlavergan. Jam gapirmay turing. Podizdaman. Voy, billa. Rosa qo'toqqa to'ymaydigan qiz ekansiz. Yo'q, astag'firullah. Qo'toq cho'ldirishim yetib. Yo'q, hammani tushib shekilli desam. Sen ishlayapti, yo'q. Ishlamayapti. Qiziq. Mana shu shotimiz o'chgan. Tashlash kerak. Mana shu ustali shotimiz o'chgan. Shotga pul tashlash kerak. Kim erib Svetimga pul tashlab beradi, do'stlar. Shuncha jahlim otib sizlarga gapirdim. Sizlar mana Topmadingizmi? Men tashlab beraman degan qaydaligini topmadingizmi siz? Men tashlab beraman. tashlab beringlar. Pul tashlash kerak. Lichkaga yozing. Nima deb yozing? Aytinglar nima deb Qayerdan yozing. yozing? 5 daqiqa chiqib ketmay turinglar. 416 ta odam. Chiqmanglar. Hozir shunda kartadan pul tashlab oling. Karta nomer tashlab beraman. Chiqib ketmanglar. Okay. Anovi pastda turgan lampochkani boshimda rezingada qattiq qisib oling. Bo'lmasa rosa ko'p gapiryapti. Bo'lmasa shunday hozir gapiraman, uningiz yo turib yotmaydigan, yo yotib turmaydigan bo'lib qoladi. Xo'p? Nariroq borib aylaningchi. Qo'ylar. Ha, shunday. Keyin o'zimni ham Instagramda ko'rmay tirjayib olib tursam, oyim keyin tirjaytiradi. Odamlar o'zlari haligi qo'tog'ini qichtiradi-da meni gap bilan. Kimga bu gap? Adabda qo'tog'i bir balodir deydi o'shanga.